Agar ruhing horgin bo'lsa, agar tun juda uzun tuyulsa va og'riq seni taslim bo'lishga majbur qilayotgan bo'lsa, hozir Yaratganning ovoziga quloq tut. Siz xato emassiz, ruhingizning dushmani bu oxiri deb ishonchirmoqchi bo'ldi. Lekin Ilyosni Batir topsa ostida qo'llagan Xudo bugun seni qayta ko'tarayotgan o'sha Xudodir. U sening dilingga yangi hayot nafasini urmoqda. O'lim soyasi yerga tushadi va hayot hamda najot barakasi hozir senga yetib boradi. Taslim bo'lma. Ota seni sevadi va sening tarixing bu yerda tugamaydi. Osmonga qarab, tun ham o'tib ketar tezda. Yuragingdagi bu dardni Xudoning o'zi tuzatadi. Sahro katta va sovuq shamol esmoqda, lekin otaning qo'li seni hech qachon qo'yib yubormaydi. Bu sening qorong'u xonangdagi har bir ko'z yoshingni ko'rdi. Umiding shu soyasida ochay deganida, hayotingni zoya qilma. Kitobni hali yopma, imkonsizni imkon qiluvchi Xudo oxiringni qayta yozmoqda. Hayotni qabul qil, barakani qabul qil. Muqaddas ruh yuragingga shifo beradi, seni qayta ko'taradigan Ilyosning choponi. 3 baravar baraka og'riqingni o'zgartiradi. Gordan chiq, chunki nur ko'rindi. Otaning quchog'i faqat sen uchun ochiq. Bu oxiri emas. Ota seni isming bilan chaqirmoqda. Umidsizlik tushishi kerak, qorong'ulik yo qolishi kerak. Seni bayram dasturxoni va hamdu sano libosi kutmoqda. Sen barcha kunlaringda Xudo uchun qadrlisan. Orzular uyg'onmoqda, yangi hayot tug'ilmoqda. Isoning qoni qayg'urganlarning barini sotib oldi. Davul bosilmoqda va uning tinchlik egallamoqda. Barcha sharafning Xudosi ruhingga g'alaba bermoqda. Tinchlik bilan bor. Sen sevilgansan. Sening hayoting bebaho qadrga ega.